Hozirgi kunda dunyo aholisining 50%, ya'ni mana shu rak kasalliklari, ya'ni oshqozondagi rak kasalliklari bilan bo'lgan muammolar juda avj olib ketyapti. Ya'ni bunga sabab bo'lgan asosiy ovqatlanishni to'g'ri tashkil etilmasligi, ya'ni aholini, ya'ni dunyo aholisini hammasi ish bilan bandligi va ovqatlanishni to'g'ri ratsionga qo'ymaslik va sifatsiz mahsulotlarning hozirgi kunda ko'payib ketganligi bunga yaqqol dalil bo'lib turib hisoblanadi. Mani mustaqil izlanuvchilik temam, ya'ni oshqozon va 12 barmoqli ichak yara kasalliklaridagi Helicobacter pylori'ni aniqlash va uni oldini olish va qanday shtammlar O'zbekistonda yoki bo'lmasa dunyo bo'yicha tarqalganligini o'rganish maqsadida mana shu mavzu bo'yicha ish olib bormoqdamiz. Hozirgi kunda meni mavzumning eng asosiy dolzarbligi dunyo aholisidagi, ya'ni kasalliklarni kamaytirish va unga sababchi bo'layotgan bakteriyalarni oldini olish va uni davolashga va uni kamaytirishga qaratilgan chora-tadbirlardan bo'lib hisoblanadi. Hozirgi kunda men o'zimning ilmiy ishim bo'yicha ko'pchilik tadqiqotchilar bilan maslahatlashgan holatda, ya'ni ish olib boryapman. Bu ko'pgina chet el mamlakatlari, ya'ni Xitoy Xalq Respublikasi, Koreya davlatida, ya'ni Janubiy Koreya mamlakatida va ulardagi ko'pgina yana professor olimlar bilan birgalikda biz bu meni mavzum bo'yicha ko'p, ya'ni fikr va mulohazalarga erishdik. Ular bilan ko'pgina yutuqlar va kamchiliklar haqida ular bilan suhbatlashdik va ulardan eng keraklisi va eng yutuqli tarafi men bilan birgalikda, ya'ni menga ilmiy rahbarlik qilish borasida, ya'ni chet eldan turib rahbarlik qilish borasidagi kelishuvlarga erishdik va bundan men juda ham o'zimga katta kuch va energiya oldim. Ya'ni bunda oshqozon va 12 barmoqli ichak yara kasalliklari hozirda faqatgina O'zbekistonda emas, butun dunyoda asosiy muammo sifatida tarqalayotganligi ularni ham juda ham qiziqtirdi. 12 barmoqli ichak yara kasalligi bilan og'rigan bemorlarni Respublika onkologiya kasalliklar shifoxonasidan namunalar olaman bemorlardan, ya'ni endoskopiya, ya'ni oshqozondan zond orqali undan biopsiya olib, ya'ni ozuqa muhitlariga ekib, ularni ko'paytirib va ularni qanday turlari va shtammlari tarqalganligini o'rganish va ularni kelajakda unga nisbatan diagnostiklar yaratib, ularni davolashga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirishga bel bog'laganmiz. Hozir uni ustida ancha mehnat qildik va ko'zlangan natijalarga ham erishdik. Shtammlarni ajratib olishga muvaffaq bo'ldik va ularni ustida ishlayapmiz. Bunda Toshkent vaksina zardo'zlari tadqiqot institutida mustaqil izlanuvchi sifatida oshqozon va 12 barmoqli yara kasalliklarini keltirib chiqaruvchi mana shu bakteriyaga qarshi diagnostik yaratishni maqsad qilib o'zimiz oldimizga maqsad qilib olganmiz.